Ota-onamni, yaqinlarimni 2026-yil avgust oyida va sentyabr oyiga umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomiz oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring 14 kunlik umra safari narxlarini sizlarga birma-bir tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bugun Abdug'offor akaning oldilariga yetib kelganmiz. Shunaqa videolar uchun bizga boshlanroq layklarni bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa yangi videolarimizni sizlar birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring biz videomizni boshlaylik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun 14 kunlik umra safari narxlari qanaqa bo'lyapti endi? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan avgust oyiga reyslarimiz kunlari 29 va 30 avgust kunlari bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan avgust oyiga deyarli qolgan oyda oxirigacha har kuni bor. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilishlaring mumkin. Buni narxini $965 qilib beramiz. Sentyabr oyiga bormoqchi bo'lganlar uchun Toshkentdan 4-sentyabr kuni bor. 5-sentyabr, 6-7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilishlaring mumkin. $965 dan qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiydan boraman degan obunachilarimiz uchun Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz bor. Buni kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r, o'zlariga qulay bo'lgan sanada, o'zlariga qulay bo'lgan joydan bemalol ketsa bo'lar ekanda. Bemalol. Zo'r. Sizlarda endi to'lov masalasi qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, to'lov masalasi xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasa, onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Zo'r. Sharoitlari qanaqa endi aka borishgandan keyin? Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'shga tushasizlar gastinisalarimiz. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi aeroportdan. Firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa telefon qilsalaring Abdug'offor aka yanada to'liqroq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysizlar.